7 bölüm. Tün hem korkunçluk hem sihi. Onun korkunçluğu o seni qarığı qılıb qoydu. Onun sihiliği o qoynida yüz bergen pak ve napak işlerinin hemmesini yoşuralaydı. Әла Güzelay'ның өйден eğirlaşqan ayaqlarını təsdi yötkəb, çoğun koçağa çıqqanda ətraf qazan tövdək qaranğu, həmməli nərsə bir-biriga aralışıb ketgəndək ətraf sürlük, hava bolsa qatilning yürəkidək soğuq və zəhərlik idi. O muzlab titrəb, ənsizcilik içində avaylab dəsəb, cənubqa qarab xeyli mаңды. Öz pərizdə Osmanның dadısınınkiga allaqaçan yetib berishi lazım idi. Lekin çıtlanğan tam İki tüp qapak terekten texçi derek yok. O pat serenge yıkıp etrafını qaraştırdı. Lekin hiç tanıyalmadı. O ahırı gıva yoruq körüngen koçağa qarab aldırap mаңды. O gazır tamakisi etip oturgan bodkiçiden soradı. Bu qayar? Su darvaza. Nime? Beşim törep qaptı. Men törem mahallisiga bormoqchidim. Yuqurlab maң. Qo'l chirig'ing yo'qmi? Sarangedin jiqroq elib ol. Әла сәрәңге еліп атқанда, үш егет келіп тамақ алды. Әла олардың біріні тонығанда қылды да, шәпкісіне чөкіріп кейді. О боткичеден тамақ алғаш болып, елқыларының кетішіне күтті вә олар қараңғы көчіға әгегенден кейін, о ихтиятынан башқа көчіға маңды. О 10 қадамчы меңіп еді, қолчығырының нұры оның көзіне yorытты. О шәпкісіне көзіге чөкірді. Тоқта, Әла деген әбләқ сән ғой, ә? Qarang'ılıqdan qo'pol ovoz anglandi. Әла nə qichishni, nə hiyli ishlatishni o'ylamadi. U shapkisini yuqori ko'tarib, "Ha, men Әla", dedi kulimsirab. "Undaq bo'lsa biz bilan maң. Nega? Nega bo'ladi? Seni kutadigan yerga." İki adam uning ikki qo'lidan yana biri gashgisidan tutdi. "Sizlar nima qilmoqchi?" Әla ularning qo'polligidan xafa bo'ldi. "Sizlar xatolashyapsizlar, fuqularim. Kapshima, maң." Ular Əlani silkiştirib iştirib elib mаңды. Əlanın putları yerge tekmeyi degüdek yerden kötürülüp baratdı. Keyin püşayman qilsizlar, fuqularim, sizlarga bu ishlarning foydasi yo'q. Vaqirma, chilböre. Nimishqi meni tutisizlar? Men hech kimga ziyon solmadim. Əla yulg'unib turib vaqirdi. Biri mush bilan uning og'ziga qattiq urdi. Əlaning og'zi tuzliq, suyuqliqqa to'ldi. U yana vaqirmoqchi bo'lib edi, biri oshqozonga qattiq tasidi. Onun içi qarang'ulashdi. İki tizi egildi. U mekchiydi. İki qo'lni ikki odam kayniga qayridi. Yana bir mingsiga, gejgisiga eg'ir bir narsa bilan urdi. Yana biri qattiq o'tik bilan yuz ko'z tumshuqlarga tepdi. U na vaqirolmadi, na qarshilik qilolmadi. Bir ozdan keyin uning badani hech qanday og'riq sezmadi. Hoshir bilan Zulya Osmonnikida nimalar qilmasin xotirjam bo'la olmadi. Hoshir bütün açıqını haraqdan almoqchi bo'lgandek piyol bilan haraq chatdi. Heyildan heyilga soatiga qaraydi. Hoshir shuji, siz bekorla uni tashlab kelibsiz. Shuni demamsiz, men ishning bir tarafini o'ylabdiman. Qo'nib qoldimi ya? Yo'q, ular hargiz unda qilmaydi. Tong atarga yaqin Zulya ko'chaga chiqdi. Hoshir talada ralla bo'lib minib yurgan ekan. Yuring Hoshir, biz oqshomgi yo'limizni yana bir minib baqaylik. Yürüm. Həmmə yer appak qar. Sübhi kötürülgəşkə appak qar bilan qaplanğan koçalarda xeyli yiraqlardakı nərsələrini ilği qılğıl bolatdı. Ular jimjit koçalar iz düşməyən körüklərdən ötdü. Birdilla Zulya vaqırıverdi. Nima o? Məscidin yan tərəfidəki oymanda bir iki pükülünüb qollarını taşlab yatatdı. Əla, Zulya oq tekən şirdək hökürdü. Onun bütün bedeni bir dil qetib qalğandek, nə puti, nə tili qarğı gəlmedi. Hoshir qanğa milangan, layğı patırılğan, yüz gözü kökərgən, beşi işşiğan dostunu yerdən kötürüb aldı da yüzünü yüzüge yığıb tanıqını tanışıdı. Zulya yığı aralaş soradı. "Qandaq Hoshir, biz xalqqa nima deb javob berimiz ukam?" "Voy bechara himoyasiz og'inam, ayb menda." Ular doktorxonaga qarab yugurishdi. Hoshir hayotida bunchalik tanilmagan, bunchalik jiddiyleşmeyen, bunchalik ümidsizlenmeyen edi. Əlanın naiti sus tınıqı barda qılatdı. Navada, Hoshir birli qattiq müdürüb kesse, bu tınıq toxtab qaldığandek. Bu tınıq toxtasa, Hoshirning mu tınıqı toxtab qaldığandek qılatdı. Zulya bolsa heldi helga nalı qılatdı. "Esit qanındışım, sen üçün intiqam almasam, Zulya emasman."
Nima uchun bunday qilishdi, ha? Chiroyli xotin uchunmi, yo bo'lmasa bilimlik bo'lganligi uchunmi? 2 kundan keyin ular A'loni mashinaga yotqizib, Noyaga qarab yo'lga chiqdi. Gazning o'tirisiga pahal, kigiz selingan, kigiz ustiga rasmiy o'rin selingan, bosh ko'zi tengilgan, ko'zlari yumilgan, eg'ir tiniq bilan yotgan A'loning ko'kargan, qon uyib qolgan yuzini, tishlari qumirilib, qalpoqlari titilib do'rdaygan eg'izini sahar quyoshi g'ilpal yo'rtib turardi. Uning beshida zo'ngzib o'ng qo'li bilan enkini tirab o'tirgan Hoshir 2 kundala qiyirib ketgandek ko'rinadi. Uning cheki sochlari enki tamoman oqargan, ko'zlari o'ltirishib, qanşarliq burni qing'roqqa o'xshab qolgan, 2 qo'zi ichiga kirib, engaklari uzrab qolgandek bilinadi. U do'stidan ko'zini olmay, cho'nqur xiyol bilan ketib boradi. Kabinkaga tayinib o'ri turayotgan Nomad, Osman, Toshpo'lat, Zulxumor qatorliq yaqinlari ichida yolg'iz Nomadla vatildab so'zlaydi. Meningcha bu ish raqibning ishi. U allaqachon A'loning kayniga odam solgan. Lekin uning orqa terki kuchlik, bizmi bir kuchlik orqa terak topmasak tan kelolmaymiz. Nerdan topsan? Osman uning qalaydi. Nerdan? Dumbangni qibla tomga qilasan, terak degan shu. Uningga hech kim parvo qilmadi. A'loning oyig'ida ustiga yeyilgan juvlarni tuzashtirib o'ltirgan Zulya seriq burtini qo'lining kayni bilan tarab qo'yib Nomadga qaradi. Og'ina, ha desila, harvini katanga tartsan, bizni qo'litib nima murod maqsadga yetmoqchisan zodi? Cho'ng nishonimiz bir, nimaga chechilsan, Zulyaka? Dumbangni qibla tomga qilasan deganing xato tushunmagan bo'lsam, sirtdan yordam olamiz deganingdi. Yordam olmasang raqibni qanday jalay olaysan? Uning orqasida miltiq, zambirak, raketa, atom bombalik terga borib tursa. Xato adash, bu xil gaplaringni nada oqsa, shu yerda qilib ol. Boya sen degan qurollarning egalari raqibga emas, vaqti kelganda bizga orqa terak bo'ladi. Biz dushmanlarimizni shularga tayinib yo'qitamiz. Hoshir Zulyaga qarab kulib qo'ydi. Buni Nomad ko'rdi-da, qisqa juvisining yoqasini ko'tarib, mursini chiqarib qo'ydi. Ochiq odamni har nima degizdi-da, Zulyaka. Gapni nelarga ketding? Hoy, men A'lo uchun intiqom elishning qo'yida, sen nimalarni deb yuriysan? Kim biladi, sen kimlar uchun intiqom olmoqchi? Nomad adash. Ha desila, nashchiga olgandek so'zlavermagina, A'loni kimlar, nima uchun urdi? Bu texi noma'lum. Mush at, lekin osmonga atma. Toshpo'latning ochiq gapi bilan Nomad jimib qoldi. A'lo Noya doktorxonasidami yo'q, yotolmadi. Chunki doktorxonada na doktorlar, na kutilgudek sharoit yo'q edi. Oxir u Hoshirning yotiqiga o'rlashtirildi. Uningga yotoqda dori berish, okul selish, beshini yo'lab sut ishkizish qatorliq ishlarni Hoshir bilan qurmash ustiga kelishdi. Hoshir hozirmi oldirash, gerçi hozir dekabrning oxiri bo'lib, dehqonlar etis ishini tamomlab, qishliq mashrab o'ltirishlarni boshlab olgan. Noyada zo'r suv qurilishi, yo'l yasash, elektr stansiyasiga haqsiz ishlash vaqtincha to'xtalgan. Bütün nahiyening dehqonchilik ishlariga mas'ul odam yo'q bo'lsa-mu, Hoshirga hamon ish tepilatdi. U gaz mashinasiga tushib olib, ishlab chiqarishga qo'mondonlik qilish ishxonasining muavin boshlig'i nomi bilan Ili daryo bo'yidagi tabiiy o'rmonliklarni asrab qilish, qalaymaqchiliklardan foydalanib, chorva mollarni plansiz so'yish, setishga o'xshash noto'g'ri ishlarni cheklash, har qaysi go'ngshiylarda taqsimotni vaqtida ishlab, dehqonlarning turmushini yaxshilab, kelar yillik ishlab chiqarishning tayyorligini tekshirish qatorliq ishlarni izlab tepib, harbiylar bilan birga ishlaydi. Onun qarashicha, kommunistlar quruq shuva to'g'rimaslik lozim edi. Proletariat madaniyat zo'r inqilobiy xuddi gezish jurnal hujjatlarda aytilganidek ishlab chiqarish kuchlarini eng zo'r darajada ozod qilib, gullanish, boyashatchilik paydo qilishi, kishilarning ishlab chiqarish aktivchanligi eng zo'r darajada joriy qildirishi lozim edi. Lekin u hammani ko'rib turibdi. Nahiya bo'yicha umumiy mahsulot, umumiy kirim zo'r darajada kamaygan. Dehqonlarning kirimi texmi azaygan, qarzdorlarning soni bulturqidan bir hassa ko'paygan, davlatga oshliq setib beralaydigan uylar haslab ortib, davlatning qutqizishiga qarab qolgan dodi, shovduylar paydo bo'lgan. Davlat egaligidagi dehqon chorvachilik maydonlari bilan tog', o'rmon, korxonalar bankidan qarz olish hisobiga odamlarga maosh tarqatmoqda.
Haşir mana bu kundan kunga yomonlashayotgan vaziyat ustida bosh qotiradi. Ralli bo'ladi. U yer bu yerda bu to'g'riliq so'zlaydi. Lekin uning so'zini anglaydigan odam noyida tugul oblastda avtonom rayonda tepilmaydi. Partiya hukumatning koni rahbarlari tamoman tartib chiqarilgan ommaviy tashkilot rahbarlari bilan qurolli qismlar rahbarlari bu amaliy masalalar to'g'risida so'z bo'lganda cho'ng yo'linish yaxshi, vaziyat cho'ng yaxshi, siz degan hodislar vaqtlar darhol o'tib ketadi deb javob berishadi. U mana mushundaq sharoitda do'sti a'loning tuyuqsiz falokatga yo'liqini ko'rib texmi asabiylashdi. Uyqu tamaqi azaydi. U judidi, holsizlandi. Barliq g'azabini tamaki isidan olmoqchi bo'lgandek orqa-orqadan muhurka o'ridi. Uning boshmaltiqi bilan ko'rsatkich barmoqi nosval qapqidek qizargan, tishlari sarg'aygan edi. Nimancha cheksanu, dedi qurmash boyadan beri a'loning ko'kirib ketgan chiroyidan ko'z uzmay orqa-orqadan tamaka chekayotgan Hoshirga qarab, o'zingni oyma, munu kasalni oya. Ko'rdingmi, uyning havosini sin keladigandak qilib etganingni. Hoshir o'rnidan turib, yotqining boqqa qargan derisini ichvatdi. Uyga gurildab sovuq havo kirdi. U o'zining yog'och karvatida gilam ustida o'ngda yotgan a'loning yotqini ustiga harbiycha juvini yepib, a'loning o'likninkidek sangilab turgan qo'llarini juvining ichiga tiqdi va alam bilan o'q tortib, nima bo'lib ketdi bu jahon ha? Dedi tishlarini g'uchirlatib. Bu zarba bizga bo'lyotdi, ha? Nahiya tugashdi. Roziya turmada. A'lo chala o'lik. Mening yuragimni yulib olishga qoldi amdi. Bu haqiqat degan narsa borgan sari mendan yiroqlab ketib boradi, ha? Qurmash, senmi menmi partiya a'zosi, haqiqat bizning qo'limizda bo'lishi, biz uchun xizmat qilishi lozim edi-ku. Qani u qo'l yetmaydigan yerga ketdimi, ha? Sarang bo'ldingmi? Haqiqat Xudoga o'xshash bizning qalbimizda tursa, sen uni nada deb buyursana? Qalbingdagi haqiqatning kimga keragi bor ekan? Sening haqiqat uchun jon tikkaningning qanchalik roli bor? Haq so'z bilan Roziyaning didorini ko'ra oldimmi? A'loni urgan vahshiylarni topa oldimmi? Bozor bo'lmagan oltinning axlatdan farqi nima? Men xat yozaman. Partiya markaziy komitetiga mavjudshig'a nahiyaning ahvolini, o'zimning ko'z qarashlarini ochiq-oshkor yozaman. Yoz adash, men birinchi bo'lib qo'l qo'yman. Ammo gazetlarning bosh maqolasini o'qib olib, ondan keyin yoz. Nima? Yolg'on so'zlar demoqchimisan? Uningsizmi sen doim yolg'on so'zlaysan-ku? A'lo gap qila olsa edi, yolg'onlaringni birma-bir deb bergan bo'ladi. Yolg'on so'zliginim yo'q. Rost gaplarimni amaliyat yolg'on qilib qo'ygan chog'lar bo'ldi. Farazlarim xato chiqqan vaqtlar bo'ldi, lekin men yolg'onchi emasman. Gazetlarga gaplarni hamma joyda so'zlaysan. Tövandagi ko'rganlaringni ajab so'zlamaysan-a? Men kommunist, men parkom shujisi. Bildingmi? Mening davrimizni xunuklaştiradigan, partiyamizning inovatiga ta'sir etadigan gaplarni so'zlashga hargiz tilim bormaydi. Balli, yolg'on gap qilsak partiyamizning inovatiga ta'sir etmamdikan. Masalan, gazetda xalq ko'ngshilari gullanmoqda, yezi egiligidan uda 3 yil mo'l hosil oldik deb so'zlaydim. Bu yolg'on. Yezlar vayronlashyotdi, mahsulot kemayotdi. Qisqasi bizning noya shundaq. Mana bu rost. Shundaqmi? Sen bo'lsang noyining ahvolini bilib turib, hech qanday so'rinda rost gap qilmaysan. Gazetdan yodlab olgan gaplarni qilsan. Buning bilan partiyamizning inovatini o'stirgan bo'lamsan-a? Seningcha a'lodek hamma nimani tilsam, hamma odam bilan so'qsam, talassam bo'ldi-kanda. Sen a'loni ayblama. U yosh bo'lgan bilan nurg'un ishlarda bizdan yaxshi, rost gap qiladi. Masalan, inqilob to'g'risida nima dedi? Odam qo'rqadigan gaplarni qildi. Kelgusi amaliyat javob bersin deydim. Bu meningcha to'g'ri. Tarixda o'tgan har qanday bir ulug' odam o'z tashabbusini xato demagan. Keyingi amaliyat avlodlar nurg'un ulug' ishlarni xatoga chiqarib etgan. Bo'ldi qo'y, dedi Hoshir o'rnidan erinchaklik bilan turib. A'lo tepilg'usiz go'har, lekin u siyosiy jihatda texnixon, hatto savotsiz. Proletariat madaniyat zo'r inqilobiga bo'lgan ko'z qarash xato. Nihoyatda xato. U nurg'un tetiqsiz gaplarni qiladi. U donoliqidan emas, savodsizligidan shundoq so'zlaydi. Sen qurmash uningga to'liq cho'qinasan. Men haqiqatga cho'qinman, adash.
Men bu haqiqatni sening og'zingdan ko'ra A'laning og'zidan ko'proq anglayman. Öy muzladi. Qurmash derizini etmoqchi bo'ldi. Dal shu chaqda u birining daraxt soyasida shipirlab mang'ini ko'rib qoldi. Kim? Bu men. Qurmashmi siz? A'la qandaqroq? Raqib o'jangmi? Kiring. A'la bir xil yotdim. Hozir shahardan chiqishim. Sizlarni yotdimi yo'q deb qarab boqqanim edi. Hozir kiraman. Haqiqatning vakili endi kiradigan bo'ldi. Hoshir, mana ko'z qarshingni uningga oshkora et. Qurmash kuldi. Hoshir gap qilmasdan Qurmashga olib qarab qo'ydi. Assalom, salomdan keyin Noyining 3 rahbari ussiz yotgan do'stning beshiga jam bo'lishdi. Raqib nurg'un so'g'i salom bilan kirgan edi. U A'laning peshonasiga olqinni qo'ydi. A'laning nimjon qo'llarini siladi. A'la ishib ketgan qapoqlarini tasta ko'tarib, qon to'lgan ko'zlarini tasta ochdi-da, yana yumdi. Meni kechirgin A'la, seni qo'g'dab qola olmadim. Raqibning ovozi titraydi. Lekin uning ovozining nima uchun titrayotganligi o'zigami, Hoshir bilan Qurmashqami ayon edi. U 3 nafar noya rahbari oz vaqt bo'lsa-mu, mushu noyining madaniyat ma'rif, saqliqni saqlash, tashviqot xizmatini birga ishlagan, bir-birini oz to'la tushungan, inqiloblarni bir-biriga texmo tunishtirgan edi. Hozir ularning orasida bir-birini tushunmagidek hech qancha sir qolmagan edi. Shunga raqibning ovozi nimaga titrayotganligi har 3 yilisiga tushunishlik. Raqib bu o'ng'aysizlikdan qutulish uchun gapni Urumchida o'tkazilgan ikki cho'ng tarafning suhbatiga yetkazdi. U o'zining inqilobiy rahbari Qodir vakili bo'lib, suhbatga qatnashganligi, amaliyotda bir tarafning vakili bo'lsa-mu, suhbat jarayonida markazdan yangi kelgan rahbar bilan ko'rishganligi, u kishining raqibni maqtaganligi, raqibning loyiha tuzish guruhiga qatnashib, cho'ng birlashish kelishimining har ikki taraf qabul qila oladigan loyihasini o'tirg'a qo'yganligi qatorliq ishlarni azmlik bilan so'zlashga boshladi. Qurmash savr taqat bilan angladi. Hoshir yildan yilga buxurga uratdi. Ralli bo'lib qimirlaydi. U oxir taqat qila olmadi. Yo'ldosh raqib, dedi u raqibning gapini bo'lib. Siz harbiy boshliqlar bilan tanishibsiz. Kelgusida bizga rahbar bo'lgan o'xshaysiz. Aytinga, qachon buzuqlar tozalanib ishlar iziga tushidi? Bu yil atyaz qandaqroq bo'lar? İnqilab davomlashyotidi, dedi raqib kulib qo'yib. Jin shaytonlar uzluksiz sakrab chiqib turadi. İnqilobning qo'shin tozalash, partiyani tartibga selish degan bosqichlari bor. Shu bosqichlarda albatta buzuqlar adabini yeydi. Misoli, A'lani urg'an lukchaklarni olsak, asosan aniqlandi. Men mushu ish bilan ili harbiy rayoni rahbarlari bilan 3 qatim ko'rishdim. Kimkan o'zadi? Qurmash oldirab so'radi. Kim bo'ladi? Güzalayning heyliqi tamchi qo'shnisi bo'lmamdi. U o'zicha Güzalayga ish-pesh tortib yurgidek. A'la shu kuni Güzalaynikida bo'lgan ko'pchilik kelib urgan gap. Bu lukchakni hozir bir ommaviy tashkilot qanot ostiga ilyotdi. Bo'lmasa tanobi tortiladi. Ommaviy tashkilotlar xeyli nurg'un buzuqlarni qanot ostiga ilib oldi. Bu gapingiz rost, yo'ldosh raqib. Hoshir qo'shimisini turib, Qurmashqa qarab qo'ydi. Hozir qalayimqonlikdan foydalanib, aksal inqilobiy tashkilot qurib, chet el bilan yoshirin aloqalashib, proletariat diktaturasini og'dirish uchun harakat qilayotganlarmi bor, dedi raqibmi o'xshashla g'azablanib. Eng xatarligi qo'y terisiga o'rnab olgan bo'rilar, dedi Qurmashmi ularga moslashib. Ularning qo'lida qizil bayroq, qo'ynida qonli xanjar, ular suiqasd, hiyli naranga usta. Turupla ammani ommaga ko'rishga soladi. Turupla boshqalarning qo'liga xanjar tutqizib o'z do'stini o'ldirgizadi. Birlarini aldaydi, birlarini qo'rqitadi, birlarini qaymoqtiradi, birlarini setib oladi. Ish qilib o'rin, manfaat, o'z maqsadi uchun o'zining partiyaligini sunuq yamoqqa sotadi. Madaniyat zo'r inqilobining bir alayligi bizga mushu xil qo'y terisiga o'rnab olgan bo'rilarni oshkorlab bergani bo'ldi. Qandaq dedim? U avval Hoshirga, ondan keyin raqibga qaradi. Hoshirmi, raqibmi tamdek tatirib, xuddi hozirlar bir-biriga etilgandek g'azablanib o'ltiradi. Qurmash bu jiddiylikni pasaytirish uchun raqibning sovg'a solmishidan 3 dal aprut olmani oldi. Olmayayli, A'la to'g'risida gaplashayli. Kelgusi to'g'risida texi nurg'un so'zlashimiz, texi nurg'un o'ltirishimiz kim biladi? Texi kelgusida elishibmi, ketimizmi? Hech nima degil bo'lmaydi. Hozir do'st biz, do'stlikni qadrlayli.
Aqlab beraymi Hoshir yoki post bilan yevaramsan? Bir butulka haraq bo'lsaydi, olmani zakuska qilib ichsak, dedi Hoshir olmani chapaniga surtib qo'yib, ko'rsiltib ishlab etib. Pig'onim o'rlab qoldi. Men ilib chiqay emisa, deb qo'zg'aldi raqib. Mening yotiqimda hamma nima bor. Raqib chiqib ketgandan keyin a'lo azob bilan chiroyini purishtirib ko'zini ochdi. Hoshir uningga ussuzlik ish ko'zdi. A'lo do'rdaygan qalpoqlarni midirlatib kulmoqchi bo'ldi. U injiqlab turib, gapni bir tasda eg'izdan chiqarib chaqchaq qildi. Uning g'albisi uchun menmi bir rum kichay. Hoshir bilan Qurmash qaqoqlab kulishdi. Hoshir xushal bo'lib, qolgan yeringni men urib titvetaymi? Avaq, nemishqa mening g'albam uchun haraq ichmaysan, dedi. Sening g'albang uchun haraq emas, qasam ichaman. Yaraysan, avaq yaraysan. Adash saqayding, atlamangsan, namoyishga qatnashsan. Kurash yig'iniga qatnashidi bu. Saqaysizlar ammoga bosh egidi, biz uni kurash qilamiz, deb chiqishdi Qurmash. A'lo beshini lang'ishib kuldi. Uning qardab ketgan lavlari ham o'pkidek titradi. 10 kundan keyin A'lo qo'ltiq tayoq bilan mang'udek bo'ldi, lekin u to'limi mag'dursiz, zaif va ruhsiz edi. Uning do'stlari maslahatlashib, uni Zulyaning uyiga yo'tkadi. Hoshir o'zi mashina bilan uni Zulyanikiga keldi. Hoshir xo'shlashishlarda A'lo uning qo'llariga isilib, Hoshir, güzel ayga et, biz yarışıp qalayli. Men o'g'limga zodi chidamadim. Men sezdim, güzel ay mendan sovugan emas, uning yarashqusi bor, lekin mag'rurligi qo'ymayotdi, dedi. Hoshir uningga va'da berdi. 1968-yili kirish bilan Ili vodisida haftalab qor yog'di. Shahar bilan yezlarning yo'llari etildi. Shahar ko'chalari qor dovlari bilan to'shdi. Shaharliklarning ishi atiyandin kesh kirguncha qor tozalash bo'ldi. O'gizlarni tozalab bo'lib adisi chiqsa, o'gizlarni yana qalin qor qaplagan bo'lib chiqatdi. Hoshirning amdiki ishi chorvachilarni ofatdan saqlab qolish uchun odam tashkillab, tog'larga boradigan yo'llarni echish bo'lib qoldi. U qishloqqa boradigan ikki cheti tik cho'qqa va buk qarg'ayliq yo'l ichida traktor va odamlar bilan qor kurab yo'l ichib yurganda uning qishga semiz o'ynoq to'riq ot minib Qurmash yetib keldi. U o'duqqan va jiddiylashgan edi. Hoshir uni usti chim bilan yopilgan yog'och uyga elib kirib eshikni yopdi. Qani so'zla, nima bo'ldi? Chataq, dedi Qurmash. Poyja, odash Hoshir, ish chataq. Beshingga chiqilgan tushkun bo'lsa-mu so'zla, nima bo'ldi qozoq? Tunugun kesh, Nodirov, Savitov, Osman, Tosh, Nomat, Zulxumar, Alandur, Manap biroqla qo'lga ilinibdim. Anglashimcha ikkimizni A'loni Zulya akini ikkinchi qadamda tutqiday. Qanday qilamiz? Kim tutibdi? Ommaviy tashkilotmi, harbiy rayonmi? Harbiylar tutibdi-dek. Hoshir muhir ko'rdi. U mundaq chaqda to'la muxotirjam, tamkin bo'lib oladi. Bizninkilarning biz bildigan ishlaridan boshqa yo'shirin harakatlarni sezganmidi. Nomatning deyishicha, u bir necha yil bilan betdan qutuldirish deydigan radioni anglab ekan. Yana-chu chatdan kelgan biri bilan ko'rishdik deganda qilib edi. Bizninkilardan uningga yana kimlar chetilgan bilamsan? Yo'q, bilmayman. Nomatning ishi boshqa gap, dedi Hoshir xiyolchanlik bilan. Yana Nodirovning qanday gumonliq ishlari bor, buni bilmaymiz. Lekin biz sutdan oq xotirjam bo'l. Qanday tutgan bo'lsa, shundoq apu so'rab qo'yibdi. Sen gumonlanma. Shundoq bo'ladi. Sababi oddiy. Jungo Gunjandangi g'ulab ketgani yo'q. Partiyamiz haqqoniy, to'g'ri partiya. Vaqtliq yengilimiz, oxiri yengimiz. Sababi biz partiyamizga tayinimiz. Shuning uchun heli narang quvliq shumliqqa tayanganlardan hamon biz kuchlik. Men noyaga borman. Ularni qutuldirishning yo'lini qilaman. U osmonga qaradi. Havo manarliq, avval ushshaq, keyin bol qo'shiqidek qor tushishga boshladi. Birdamla tozlangan yo'llarni qor ko'mib ketdi. Birdamla nadanun bo'ron paydo bo'ldi. Qorlar vijildab uchatdi. Qorg'aylar qarsildaydi. Bo'ron ho'kraydi. Hoshir bilan Qurmash to'riq otning daldisida shumshishib turishatdi. Ularni qorlar urmoqda, bo'ron ittirmoqda, tabiat jazolamoqda. Hoshir tog' tarafga qaradi. Chataq bo'ldi. Qurmash 3 kun bo'ldi. Qishloqdagilarning yeydig'ini tugigili. Qor aptiga yo'liqqanlarni qutuldirmanmi, turmaga tushganlarnimi? Aytqina Qurmash, bu opat qachon oxirlashidim?
Onunğa bo'ron javob berdi. Yotqandek bir qor ko'shmisi uchib kelib uning beshiga tushdi. Bu chaqda A'la Zulyaning hovlisida turgi bilan qor tozlayotdi. Uning xiyoli shahar yo'li etilgan, harva to'limi sovuq edi. Güzellay nima qilyapti degan, mening o'g'lim Alichu. Hoshir nimishqa kelmaydi. Uni elchilikka tanlagandan keyin menmi sarang. O'zining ishini o'nglayolmaydigan dombalga mening ishimni o'nglayoladi-mikin? A'lajon ukam, turgini qo'ying. Xetingizni qilavering. Siz texi tuzlib ketolmadingiz. Musam choyga chaqirib bolasini avatibdi. Biza turib, sizni chani bilan mehmonga opiraman. Zulya A'laning qo'lidan turgini tortib olishga harakat qiladi. A'la hadab qochiratdi. Oxir Zulya turgini ilib oldi. Zulya aka, dedi A'la kulib turib, xeyli mag'durumga kirib qaptiman jumong, shaharga kirib o'g'limni ko'rib chiqay deyman. Yo'q bo'lmaydi, vaqt emas, ukam. Men uningga unamayman. Bir kecha qo'nibli qaytib chiqaman. Aka, menga atla ot to'qib bering. Yo'q, dedi Zulya beshini chayqab. Men sizni yo'lga selib qo'yib xotirjam bo'la olmayman. Men Hoshir bilan ko'rishman. Muhim ishim bor, aka. Zulya jimib qoldi. U ulug' kichik tindida, undaq bo'lsa men Hoshir Shujini uyga boshlab kelay. Bugunla noyiga boray. Biz uchimiz aqallashib bir ish qilayli, dedi. Zulya atisi Hoshirning xetini elib qaytib keldi. A'la xatni o'qib sarang odamdek birdam kulib, birdam imchaydi. U bog' orlab noyiga qarab necharat yugurdi. Lekin Zulya va uning yezliqlari uni qo'yib bermadi. Hoshir Zulyaga, uni qo'g'danglar, inqilobiy komitet qurilmoqcha uni yezdan chiqarmanglar. Uni biz sizlarga topshirdik. Har qanday baloyi afat kelsimi uni qo'g'dayli. Uni qo'g'dab qolganimizning foydasini kelgusida ko'ramiz deb chekilgan. Zulya o'zimi bu yosh yigitni qo'g'dashning muhimligini chin qalbidan tushungan edi. Tövəndə biz kitapxonlarga Hoshirning xetini aynan topshirmoqchi. Qimmatli do'stim A'la, yolqulluq salam. Sana hürmet bildirmen, amanlıq tilayman. Kichik apangni men uchun quchoqla, qizingni so'yib qo'y. Do'stim, sana bu ishni aytmasam kelgusida jazman ayblanman. G'ayratlik, aqlliq, sabrlik yigit bo'lganing uchun bu shum xabarni anglab o'zingni yo'qotib qo'ymaysan. Men buningga qat'iy ishonaman. Aslida yuzma-yuz o'ltirib aytmoqchidim, lekin men hozir nazorat ostida. Sir bilan aloqa qilg'izmaydim. Pat arada ko'rishimiz, barliq fojialarning negizi ustida fikrlashimiz. Shum xabarning birinchisi mundaq. Savutub boshliq do'stlarning hammasiga qo'lga ilingan, Nasir nelarga qochib qutulgan. Sababi do'stlarimiz aksil inqilobiy tashkilot qurganmish. Planlovchisi Nadirov bilan men ekanmishman. Ular hozir Osman, Qurmash, Tosh, Zulxumar, Alanur, Savutub, Manab, Ömer Efendi, Kerimcan qatarlıq do'stlarni so'roq qilib iqrornoma yozdirib, bizni qonuni asosida, garchi bu qonun yo'q bo'lsa-mu, rasmiy qo'lga elishning hozirligini qilib etibdi. Xabarning ikkinchisi mundaq, bu xabarni chidam va tamkinlik bilan anglab qo'y. O'zingni tutib ol. Güzellayga elchi kirgizdim. Elchimiz Alanur, Osman, Zulxumarlar bo'ldi. Güzellay yarışqa zadla unumadi. U heliqi chaqda tökmati yo'liqandan keyin ar-nomusni aqlashqa ilos topolmay, o'g'lini bag'riga besib daryoga tushganda savutib qutuldirib qolgan. O'livilish xavfi o'tib ketdi. Do'stlar hozir Güzellay bilan o'g'linga qaravotdi. Endi shundaq bir fojia shakllangan. Güzellay sen bilan yarashmoqdak sababini aytmabdi. Balki uning bir yoshirin siri bordi yoki boshqa birsiga seni o'tinib bermoqchi bo'ldimikin? Meni aqlim yetmadi. Men u qizni endi tushunyapman. U qadrlashga arziydigan qiz ekan. U muhabbatga sodiq, pokiz qiz ekan. U endi haqorat qilingan jismiy va ruhiy bilan sening quchog'ingga tashlanishni xohlamaydi ekan. O'g'ling Ali hamon oldimizda cho'ng bo'ladi. Endi Güzellaydan umid kutma. U qizning hayot to'g'risidagi tushunchisini hurmat qilishga to'g'ri keldi. Biz tajribali bo'lib qoldik. Bizning qaysimiz nimani xato qildik? Buni vaqt bizga ko'rsatib berdi ekan. Yana vaqt o'tgan sari haqiqat o'z kuchini ko'rsatadigan do'stim. Sabr qil, chidam va g'ayratning yengini har dam yodimda. Go'zal kelgusi biz yeshilmagan tugishlarni yeshib berdi. Biz javob bera olmagan masalalarga javob berdi. Hozir parlaq kelajakning harpisi, istiqbol begining bo'sug'isi. Bu harpa, bu bo'sug'a bizga xo'shallikni, ozroq xafalikni ko'proq hadiya qilgan o'xshaydi. Biz bo'zak bo'lyapmiz, xo'rlanyapmiz, lekin biz hamon g'olib chiqamiz. O'zingni tut, nima uchun?
deb savol qo'yivermagin. Seni chin quchoqlayman. Aşk quchuqingni avoq. Ha, 1968 yili fevral. Әла xatni o'qib qattiq azoblandi. U bu falokatlarning hammasida bir yo'shirin qo'lning harakatining borligini tushundi. U hozir azob uchun zorlanadigan, asablashib, vaqiraydigan emas. U nurg'un xo'rliqlarga allaqachon tayyorlanib qo'ygan. Oldida nurg'un ko'ngilsizliklarning borligini oldin mo'ljallagan. Gipi oz, xiyoli ko'p, azobni ichiga yutalaydigan, peshkalni sovuqqonlik bilan, zaharlik ochiq tan bilan kutib olgan boshqacha bir ala. U bugunmi shunda qildi. U bu miyiqida ochiq kulib qo'ydi-da, boqqa qarab mangdi. U o'zicha o'yladi. Men nima uchun shuncha xo'rlanaman? Nima uchun men nimani orzu qilsam, shuning yo'li to'sildi. Hayot meni qotillik qilishga qistimoqda. Men qon to'kmasam, ichim bo'shmaydi. Zulya aka, meni qo'yib bering. Men uni o'ldirdim. Lekin Zulya uni o'z meyliga qo'yib bermadi. Butun yezi xalqi uni qo'g'didi. Yezning seriq xazonliq, kuz fasli, qahriton sovuq, qilin qorliq qish fasli o'tib ketdi. Alaning kulkisi, naqsi anglanmadi. U soat-soatlab un-tunsiz soqollari o'sgan enginni tutib, to'liq tosh ustida o'ltirib xiyol suratdi. Arlab g'arq mast bo'lib oladi. Zulya va uning mahallasidagilar uning kulkisiga tashna. U qachon echilar ekan?